Voy, bu baqlajonning mazasini tayinlab ko'rsanglar bilasizlar qanaqaligini. Birinchi bo'lib ishimizni perslarni shunaqa yirik-yirik qilib to'g'rashdan boshlaymiz. Baqlajonimizni ham yirik uchburchak qilib to'g'rab olamiz va suv chiqishi uchun tuzlarni sepib qo'yamiz. Persimizni мясорубка qilamiz. Chesnokni ezib olamiz va yirik to'g'ralgan ukropni ham solamiz. Oddiy va koreys tuzi, ustidan shirin va achchiq paprika, olma sirkasini ham qo'shamiz. Baqlajonlarimiz suvi chiqdi, quritib olib, ko'p yog'da tillarang bo'lguncha o'rta olovda qovurib olamiz. Va tayyor perslarimizni ustiga solamiz. Qovurib bo'lgan yog'imizdan, qizib turgan yog'dan bir cho'michini qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Bu salatni 1-2 soatdan keyin tatib ko'rsanglar, undan ham mazaliroq bo'ladi. Shunaqa sochni baqlajonli salat birpasda tayyor. Baqlajonni yaxshi ko'radigan o'rtog'inglarga videoni jo'natib qo'yinglar.